bitta opa chiqib turib aytyaptilar masalan. Rashq o'zi nima deyapti? Rashq bu deyapti, masalan, xursand bo'lmaysanmi ayolingni kimdir ko'rib tursa, ha, mana zo'r ayolimni, hamma meni ayolimga hamma qarayapti, meni ayolim eng oldi ayolda. Tipa sen boshqalar xohlaydiganga egasan. Egasan deyapti, misol. Opa o'zini qobig'ida to'g'ri fikrlayapti. Meni qarashlarimga bu fikr to'g'ri kelmaydi. Opaga endi aytib qo'yishim kerak. Opa, o'zi rashq boshqa narsa. Rashq bu meni mas'uliyatimdagi bo'lgan shaxsga yoki meni mas'uliyatimda bo'lgan nozik xilqat vakillariga desak to'g'riroq bo'ladi. Kim bo'lishidan qat'iy. U faqat ayolingiz emas-ku, boshqalar ham masalan. O'shalarni himoya qilishim, har qanaqa qarashlardan, har qanaqa nazarlardan himoya qilishim mana shu rashq deyiladi. Va bu faktga asoslangan fikr. Faktga asoslangan manbasi bor fikr bu. Bu dunyoviy bo'lsin, diniy bo'lsin. Siz aytayotgan gapi manbasi yo'q, u o'zingizga yoqqan gapni televideniyada chiqib nafsizga yoqqan gap. Endi deylik, televideniyada chiqib gapirishingiz u to'g'ri deb degani emas-ku. Odamlar televideniyada chiqdi degan gap bizning yoshligimizda bo'lardi, eng to'g'ri gaplar chiqyapti degan narsa fikr deydi. Ba'zilar bor haligacha shu fikrda. Fikrlarga ilova qilaman qo'shilgan holda rashk masalasida shunaqa mashhur gap bor. Rashk bu shubha emas yoki qamoq emas, qalb mulkini mudofaasi deydi. Qalb mulkini mudofaasi bu rashkdir deydi. Ya'ni qalbga tegishli bo'lgan narsani himoya qilish bu rashk deydi. Agar sizni kimdir rashk qilmayaptimi, demak biling siz uni qalb mudofaasi, qalb mulki emassiz va sizni mudofaa qilish xohlamaydi. Ommaniki bo'lishingizga rozi bo'lmaydi.